Assalomu alaykum Shavkat aka, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Rahmat. Go'zal, yaxshimisiz? Ha, aka, xolamni jigarini tekshirtirishimiz kerak edi. Qaysi o'zingiz tavsiya qila olasiz? Tanishingiz ko'p-ku. Agar jigarni tekshirtirmoqchi bo'lsangiz, men hech qaysi uzni tavsiya etmayman. Yo'q. Nimaga? Chunki jigarni aniq tekshirtirish uchun uzi emas, fibroskan tekshiruvi kerak bo'ladi. Va bu tekshiruvdan qanday o'tish kerakligini va uni xulosalarini qanday tushunib olishni men o'zim misolni ostida ko'rsatib beraman. Ketdik. Fibroskan tekshiruvdan o'tish uchun siz och qoringa tashrif buyurishingiz kerak bo'ladi. Bu apparat faqatgina jigarni tekshiruvdan o'tkazish uchun mo'ljallangan. Shifokor vazn va bo'yingizni kiritadi va ikki datchikdan birini tanlaydi. Fibroskan tekshiruvimizda ikki xil datchikdan foydalanamiz. Ya'ni M datchigi uchun ko'proq oziq odamlardan foydalansak, XL datchigimizda esa semiz odamlarni ko'rishda foydalanamiz. Hozir bu akamizda vazn 80 kilodan oshirilishi uchun XL datchikdan foydalanamiz. Agar shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Datchik yordamida 12 ta surat olinadi va o'rtacha ko'rsatkich olinadi. Meni holatimda bu o'rtacha ko'rsatkich 5/1 ni tashkil etdi. Shifokor tushuntirishicha, bu sog'lom jigar ko'rsatkichi hisoblanadi. Siz ham tekshiruvdan o'tmoqchi bo'lsangiz va uni o'zingiz tushunmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga kirib o'qing. Qachon fibroskan tekshiruvdan o'tish kerak va qayerda o'tish kerakligi haqida ma'lumotlarni ham aynan kommentariyada yozib qoldiraman. Xayr, salomat bo'ling.